Zakovat bu bilimli, zukko va mantiqiy fikrlovchi fuqarolarni aniqlash, ularni rag'batlantirish va aqliy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ommaviy o'yin shaklidir. Shu maqsadda Do'stlik tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Do'stlik tuman bo'linmasi hamda axborot kutubxona markazi hamkorligida maktab o'qituvchilari ishtirokida Ustozlar davrasi nomli 2 bosqichli zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Dastlab birinchi bosqichda 1, 2, 3, 4 va 5 maktab jamoalari 15 ta savollar yuzasidan o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Har bir berilayotgan savolga ishtirokchilar diqqat bilan jamoaviy ishlash orqali o'z javoblarini berib o'tdilar. Qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'lgan ushbu zakovat yakunida eng yuqori ball bilan 4 maktab jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritib, keyingi final bosqichiga yo'llanmani oldilar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, 28 oktyabr kuni 6, 7, 8, 9 va 10 maktab jamoalari birinchi bosqich doirasida o'zaro bellashadilar. Barcha maktab jamoalariga omadlar tilab, navbatdagi o'yinlarda faollikka chorlab qolamiz.